Oki sekinlash, do'ngeli bor, tegidyapti. Qo'y. Qo'y, oki, nima qilyapsiz? To'xtang. Tikka tushing mashinadan, nima qilib tashladingiz, oki? Bu tepasi, bu Malibu-yu. Tep qoladi, dabdalasi chiqib. Tushman, hech narsa qilmaganmi, oki? Oka, har doimgidek vahima qilasiz. Hech nima qilmaydi. Haydovchining mashinasida o'tirsiz. Qanaqasiga, oki? Videoni oxirigacha ko'rsin, sizlarga ko'rsatib beramiz. Ketdi, okalar. Tushunmadim-da, ne bu Malibuni tegi tegmadi? Oka, bunda zavodskiy hadovi bo'lganda osti tegi bafr tegib chochib ketishi mumkin edi. Biz hadovi qilganimiz uchun yumshatib ketdi. Oldilari mana shu hadovi 1200 dollarga qilardik. Oka, bitta narsaga kelishib olaylik. Mana shu skidkani qilganimizdan keyin bizani hadovichi okalarimizni yomon ko'rib qolishligisi mumkin, lekin biz o'zbek xalqimizni o'ylamasak bo'lmaydi. Shu sababdan skidkani dodasini qilib beramiz. Nimani qilib bera olamiz, oka? Malibuni mana shunaqa yumshoq o'tishi uchun. Nabor tayyorlab qo'ydim. Oka, mana shu naborga yig'ib olsak, mashina yumshoq o'tadi. Orqa, oldi balkadagi sanli bloklarni Mercedesdan yig'ib beramiz. 4 ta amortizatorni kapte pedalki perkachkaga qo'yamiz. Xuddi shunaqa yumshoq o'tib ketadi. Oka, mana shu hamma aytib o'tgan ishingiz skidkani necha pul qilib bera olamiz? 3 milliondan 7,5 million so'mgacha qilib beramiz. Vaqtida 1200 dollar qilingan ishni ko'ryapsizlar, 3 milliondan 7,5 milliongacha qilib berilyapti. Shu sababdan yurakchani yashirat qizartirib, like bosib qo'yasizlar. Bu videoni hadovoyi taqir tuqir bo'layotgan do'stlarga ulashib qo'yinglar. Kommentariyada qanaqa mashina keyingisi bo'lsa, обязательно yozib ketasizlar. Bilasizlar, bizda faqatgina Malibu emas, xudo xolasa, любой mashinani Mercedes hadovoyi qilib beramiz. Shu sababdan bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bunaqa zo'r videolarni o'tkazib yubormaysizlar.